Assalomu alaykum. Ismim Kamoliddin. Bugungi tadbirimiz shu ko'rgazmaga bag'ishlanadi. Agri Expo ko'rgazmamiz bor. Xudo xolasa noyabr oxirida 26-dan 28-noyabrgacha ko'rgazmamiz bo'ladi va bugungi tadbirimizga juda ham ko'p tadbirkorlar kelishdi, har xil sohadan o'zlarining fikr mulohazalarini, kerak bo'lsa tanqidlarini ham bildirib o'tishdi va shu panel sessiyalar tashkil qilamiz. Shu nimada ko'rgazma davomida ya'ni uchrashuvlar va shu aynan shu uchrashuvlarni o'tkazadigan mutaxassislarni o'zi ham jalb qilingan bu tadbirimizga va ular ham o'z fikr mulohazalarini bildirib o'tishdi. Shuningdek mana Germaniyadan shu aynan tashkilotchi korxonamiz kelgan va ular ham qayerda nima bo'lishini aniq qilib aytib o'tdilar va bu yil biz bir nechta shu tadbirlarni rejalashtirganmiz. Alohida zallarda bo'ladi va har bir soha bo'yicha alohida o'zini mutaxassisi chiqib tushuntirish beradi. Shuningdek, umumiy katta formatda ham fermerlar bilan yig'ilishimiz bo'ladi. Xuddi o'tgan yilgidek shu auksionlarimiz bo'ladi va bu yil konkurslar tashkil qilishni rejalashtirganmiz. Uni batafsil shu 2 oy davomida uni yoritib tushuntirib boramiz. Albatta yangi texnikalar kelyapti va shuningdek texnologiyalarning ko'rgazmalari ham bo'ladi. Va mana bugun taklif bo'ldi. Ya'ni kadrlar ko'rgazmasini o'tkazish, ya'ni nima deydi uni? Ya'ni studentlar kelib o'zlarini shu qilgan ishlarini, amaliyotda qilgan ishlarini ko'rgazmaga qo'yishadi va u yerdan o'sha studentlarni ya'ni ish beruvchilar tanlab uchrashib shunday formatlar ham bo'ladi. Aynan shu uchrashuvda shunday taklif bo'ldi va buni rejaga kiritib qo'ydik. Shuningdek boshqa dehqonlarni jalb qilish bo'yicha takliflar bo'ldi va dehqonlarga ham shu o'zi qiziqarli ma'lumotlarimiz bor va ularni berib boramiz va albatta o'tgan yilgidan ham ko'proq odam kelishini kutib qolamiz. Rahmat.